kelayotgan aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan navbatdagi 3 so'tk yer maydoniga to'g'ri keladigan yosh oila uchun mo'ljallangan bir qavatli uy loyihamiz bilan tanishib chiqamiz. Bu uyimizning tashqi razmerlari eniga old tarafdan ko'rinishi 16 metrni, uzunasiga yon tarafdan ko'rinishi 10 metr 70 santimetrni tashkil etadi. Bu uyimizning umumiy maydoni 171 kvadratdan iborat. Ana shu loyihamizni qurish uchun bizga kamida 3 so'tk yer maydoni kerak bo'ladi. Uyimizning fundament o'lchamlariga keladigan bo'lsak, bo'yiga 60 santimetrni, eniga 40 santimetrni tashkil etadi. Mana shu ko'rinishdagi fundamentimiz uchun 19 metr kub beton quyish kerak bo'ladi. 19 metr kub beton uchun o'rta hisobda 4,5 tonna sement sarflanadi. Fundament orasiga 4 qator qilib armatura tashlaydigan bo'lsak, mana shu ko'rinishdagi fundament uchun 340 metr armatura sarflanadi. Armaturani qanaqa razmerdan foydalanish har bir odamning o'ziga bog'liq. Endi devor o'lchamlariga keladigan bo'lsak, devorimizning balandligi 3 metrni tashkil etadi. G'ishimizning rasxodi esa 12 ga 25 standart pishgan g'ishtdan 1,5 g'ish qilib teriladigan bo'lsa, umumiy hisobda 38 ming dona pishgan g'isht sarflanadi. Agar 30 ga 60 balandligi 20 santimetrdagi pena blokdan teriladigan bo'lsa, umumiy hisobda 1750 dona pena blok sarflanadi. Uyimizning ichki xonalari bilan tanishib o'tadigan bo'lsak, mana bu asosiy eshikdan kirganimizda 16 kvadratli koridorimizni ko'rishimiz mumkin. Koridordan kirganimizda chap tarafda 13,5 kvadratli oshxonamiz bor. Bu oshxonamizda 6-7 kishilik stol qo'yib, oilaviy ovqatlanib o'tirishimiz uchun joyimiz yetarlicha bo'lgan. Undan keyingi xonamiz 17 kvadratli bolalar xonasi bo'ladi. Bu bolalar yotoqxonasida 2 kishilik divan, kiyimlar uchun shkaf va dars qilish uchun stullarni joylashtirishimiz mumkin. Mana shunday ko'rinishda. Koridor so'ngida 4 kvadratli umumiy yuvinish xonasi joylashgan. Uning yonida esa 12 kvadratli kattalar yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin. Va so'nggi xonamiz bu 21 kvadratli mehmonxonamiz bo'ladi. Bu mehmonxonamizga ikkita eshik qo'yilgan. Tashqaridan eshikdan kelgan mehmonlar kirib chiqishlari uchun mana bu ichkaridagi eshikdan uy egalari bemalol kirib chiqishlari mumkin bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu loyihamizda yosh oila uchun yashashlari anchagina qulay va yetarlicha sharoit bo'lgan. Bugungi loyihamiz mana shulardan iborat edi. Agarda sizga bu loyihamizni chizmasi kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali chizma bo'yicha murojaat qilishlaring mumkin. Sahifamizning silkasini har doimgidek video ostida opisiyaniyada yozib qoldiraman. Agar siz yana boshqa loyihalarni ko'rishni xohlasangiz, bizning YouTube kanalimizga o'tib, ko'plab loyihalarni ko'rib, o'zingizga ma'qul bo'lgan loyihani topishingiz mumkin. Agar uy loyihalarimiz sizlarga yoqsa, albatta like bosib qo'yishni unutmang. Bu loyihalarimizni kerakli insonlarga yetib borishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'ysangiz, biz yuklab borayotgan mana shunday foydali videolardan birinchilardan bo'lib ko'rib borishingiz mumkin. Loyihamiz haqidagi fikringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilagan holda videoni ko'rishda davom etamiz, qadrli obunachilar.